Bilasizlarmi? Otamiz Odam alayhissalom shu jannatda zerikib qoldi. Nima uchun? Yolg'izligidan. Ozginadan keyin Alloh taolo Odam alayhissalomga juft halol momoqon yaratdi. Ya'ni bizni Alloh taolo shunday sanadiki, imtihon bu hammamizga beriladi. Kimdir ko'zi bilan aldanib ketadi, kimdir qo'li bilan, kimdir tili bilan, ayniqsa nomahramga yapotqisi ketadi. Bo'ydagi bo'lsin, xotini bor bo'lsin, somorda o'tirgan bo'lsin, u bir tirikchilikka tegan bir qiz, hali osh tashiydi, choy tashiydi, yapotqis beradi bizlar sekin. Bu bilmaydiki, olimlarning so'zi birodarlar, hadis emas. Bu zino qarz degan olimlar. Hadis emas bu. Hatto she'rlar qoldirishgan, man yazni fi qawmin bi alfi dirhami, kimki bir qavmning ichida 2000 dollarga deb tushuntiray. 2000 dollarga zino qiladigan bo'lsa, fi ahlihi yazni bi rub'i dirhami. Uni ahli bekarga zino qiladi. Yana davomida inna zina daynun idza aqrabtahu bilib qo'ygin. Zino bu qarzdir. Agar birovga qarz bergan bo'lsang, kana lawafa min ahli baytika fa'alami. Bilib qo'ygin, uyini o'zingning uyingdan, ahli oilangdan bu zinokor chiqadi.